So'nggi bahor. Muallif Barchinoyim. 14-qism. Endi navbat eng muqaddas ishga, dedi u o'ziga o'zi. U qizaloqni bag'riga bosgancha yana xonaga qaytdi. Sham yorug'i ostida Bahoraning ko'zlari yarim ochiq edi. U jilmayib qo'ydi. Yodgorshoh qizaloqni qo'liga olib, boshini qulog'i tomon egdi. Chap qulog'iga qat'iy ohangda azon ayta boshladi. Allohu akbar, Allohu akbar. Xona ichida bu so'zlar jarangladi. Qizaloq jim bo'lib qoldi. Go'yo bu ovozni tanigandek jim turar edi. Ashhadu an la ilaha illalloh. Yodgorshohning ovozi biroz titradi. Bu uning hayotidagi eng ulkan mas'uliyatli on edi. Ashhadu anna Muhammadan Rasululloh. U so'zlarini nihoyatda aniq ohangdor qilib aytdi. So'ng bolani o'ng qulog'iga quyidagilarni pichirladi. Hayya lis-solah, hayya lil-falah. Azon tugagach, u qizaloqning peshonasidan o'pdi. Isming Farzona bo'ladi. Farzona, dedi Bahora. Juda chiroyli. Avval bunday ism eshitmaganman. Farzona mayin xirillab nafas olar. Bahora esa asta-sekin uyquga ketar edi. Yodgorshoh xonaning o'rtasida turib, yangi tug'ilgan chaqaloqqa boqdi. Ko'ksida bir his unga tinchlik bermas edi. Yodgorshoh ota bo'ldi. Xonada yana sokinlik hukm surardi. Sham alangasi asta tebranib, devorlarda muloyim soyalarni chizar edi. Yodgorshoh Bahorani yoniga yaqinlashdi. Qizning oqarib ketgan yuzi asta o'ziga kela boshlagan. Ko'zlari esa halovatdan jilvalanar edi. Uning bag'rida yotgan Farzona mayin entikib uxlayotgan edi. Yodgorshoh Bahoraning qo'lini ushlab asta siladi. Ahvoling qalay, Bahora? Dedi past ovozda Yodgorshoh. Yaxshiman, dedi Bahora sekin jilmayib. Yodgorshoh uning yoniga o'tirdi. Bir qo'lida Farzona, bir qo'li Bahoraning qo'lida edi. Ko'zlari yaltiradi. So'ng past ovozda she'r ayta boshladi. Senga mehrim uzilmas jonim, yuragimda yozilgan sensan. Bag'ringda bir mo'jiza bor, ko'zimdagi eng go'zal aksim. Bahor izlab kelsam senga, menga to'xtar so'nggi bahor. Qalbimdagi muzni eritib, o'zingga ipsiz bog'lading jonim. She'r tugaganda Bahoraning ko'zlari namlanib ketdi. Yodgorshoh, dedi u titrab, men sizni juda yaxshi ko'raman. Xorazmga qaytamiz. Yodgorshoh jilmayib, Bahorani peshonasiga yengil o'pdi. Ko'p gapirma, bugun ketaylik vatanimizga. Sog'indim Xorazmni. Yodgorshoh o'rnidan turib, chiroqni balandroq qo'ydi. Bahoraga kiyimlarni yig'ishda yordam bera boshladi. O'zi ham safar kiyimlarini tartibga soldi. Qizaloqni esa o'rtadagi yumshoq joyga qo'yib, ustini issiqroq yopib qo'ydi. Bir ozdan so'ng ularning hammasi tayyor bo'lishdi. Tashqarida erta bahorning sovuq shamoli esardi. Yodgorshoh otni egar qilib tayyorladi. So'ng Bahora va bolani ehtiyot bilan mindirdi. O'zi yoniga chiqib, jilovini qo'liga oldi. Qizaloq Bahorada edi. Hozir ancha ko'zini ochib, katta bo'lib qolgan edi. Ular Buxoro shahrining tinch ko'chalaridan asta borib, Mirsaidning hovlisiga yetib kelishdi. Eshikni taqillatganda Mirsaidning o'zi chiqdi. Assalomu alaykum, Yodgorshoh, dedi u hayron ohangda. Kechqurun nimaga kelding? Mirsaid xayrlashgani, dedi Yodgorshoh jilmayib. Bugun safarga ketamiz. Xorazmga qaytishimiz kerak. Mirsaidning ko'zlari katta ochildi. Xorazm? Dedi u hayrat bilan. Men ham ertaga Xorazmga yo'l olmoqchi edim. Ishim chiqib qoldi. Nasib bo'lsa borishim kerak. Unda birga ketamizmi? Mirsaid jilmaydi. Qo'lini ko'ksiga qo'ydi.
Bu zo'r taklif albatta. Birga ketamiz. Ertalab otlarni tayyorlayman. Sizlar esa shu kecha meni uyimda qolinglar. Mehmonim bo'ling. Shom kirgan. Kechga ketmang, xavfli. Kelinglar ichkariga. Bugun mehmonimsizlar. Yodgorshoh Bahora va Farzonalarga qaradi. Bahora Yodgorshoh ortidan kirdi, lekin negadir yuragi g'ash edi. Mirsaidning uyi qadimiy Buxoro uslubida qurilgan, keng va zabardast hovliga ega edi. Hovlining markazida yillar og'ushida o'sib turgan katta tut daraxti bor. Shoxlari ostida to'ntarilgan yog'och suppa qo'yilgan edi. Suppaning bir chetida ko'hna mis choynaklar yaltirab turar. Shamchiroqlar hamma yoqni yoritar edi. Hovlining chap tomonida mehmonlar uchun mo'ljallangan katta ayvon, o'ng tarafda esa Mirsaidning oilasiga tegishli xonalar joylashgan edi. Hamma joyda poklik, tozalik bor edi. Tartib va sharqona fayz sezilar edi. Uyning ichki devorlari nafis naqshlar bilan bezalgan, gilamlar eski bo'lsa-da, o'ziga xos tarixiy ruhi bor edi. Mirsaid ularni ichkariga boshlarkan jilmayib qo'ydi. Yodgorshoh, Bahora, bugun sizlar mening aziz mehmonimsizlar. O'zimning mehmonxonalarimni ochib qo'ydim. Bemalol joylashinglar. Ayvonda o'tib, ichki tomonga kirishganda havo yanada issiq bo'lib ketdi. Ichkarida yengil isiriq hidi sezilib turar edi. Mirsaid xizmatkorlarni chaqirdi. Enaga oq yuzli, muloyim tabassumli 50 yoshlar atrofidagi ayol birinchi bo'lib yaqinlashdi. Enaga, Farzonani shu kecha o'g'lim Burxonjonni yoniga olib kiring. U hali kichkina. Tongga qadar uyg'onishi ham mumkin. Siz qarab turasiz. Bahora ham, Yodgorshoh ham dam olsinlar. Charchashgan. Ertaga uzoq safar bizni kutib turibdi. Enaga bosh egib, qizaloqni ehtiyot bilan qo'lga oldi. Unda sizlarni alohida xonaga olib kiraman. Yosh oilaning o'zi bo'lgani yaxshi. Shu payt Yodgorshoh xotiniga yonbosh qilgan holda bir lahzagina ehtirosli nigoh tashladi. Bu nigoh juda qisqa, ammo yetarli darajada ravshan edi. Unda sog'inch, mehr va ichki istak bor edi. Bahora esa ko'zlarini olib qochdi, yuzi qizarib ketdi. Mirsaid indamay ularni keng va yumshoq suppali xonaga boshlab kirdi. Xona guldor parda bilan bezalgan. Ikki burchakda shamlar yonib, xonani mayin yorug'lik bilan to'ldirib turar edi. Bu xona sizlarga, dedi Mirsaid. Istasangiz tamaddi qilib oling. Suv, choylar tayyor. Agar biror narsa kerak bo'lsa, chaqirasizlar. Mirsaid gapini to'xtatib, xonadan chiqib ketdi. Eshik yopilishi bilan Yodgorshoh Bahora boshidagi ro'molni shartta olib tashladi. Tashqarida arang eshitiladigan chigirtka ovozi, uzoqdan kelayotgan shamol shiviri qulog'iga xush yoqar edi. Yodgorshoh esa Bahorani to'shakka yotqizdi. Qizni lablaridan ishtiyoq bilan bo'sa oldi. Farzona tug'ilganidan beri bola bilan ovora bo'lib, ayolning visoliga to'ymagan. Yodgorshoh oxir qulay imkonga ega bo'lgandi. Ustidagi kiyimni shoshib, apil-tapil yechib, bir burchakka otdi va emaklab borib shamni puflab o'chirdi. Ortiga yana emaklab qaytib qizni yoniga keldi. Bahora uyalgancha Yodgorshoh qiliqlariga uyalib, kulib qo'yar edi. Yodgorshohni yuzini aniq ko'rmasdi, ammo ular xonaning qorong'u burchagida bir-birini topgan, bir-birini sezib, o'z chanqoqlarini qondirar edi. Yodgorshoh shiftga qaragancha jim yotar edi. So'ng biroz dam olganini his qilib, yonida hansirab yotgan Bahoraning sochlarini silashga tushdi. Ko'zlari esa qizning tanasini kezib yurar edi. Bahora, tahoratsiz uxlamaylik. Yur, tahorat olib, so'ng uxlaymiz, dedi Yodgorshoh. Qizni ham mahkam quchoqlab, bo'ynidan o'pib qo'yib. Yodgorshoh, ko'cha sovuq, axir e'tiroz bildirma, tur o'rningdan. Ko'rpa tagidan chiqgim kelmayapti.
Kiyimim qayerda? Topib ber. Yo'q, sovuq axir. Tur, aks holda hozir seni qitiqlayman. Yodgorshok qizning yalang'och tanasini qitiqlashga tushganda Bahora kulib yubordi va o'zining ham erining ham kiyimlarini to'shak ustiga qo'ydi. Ochig'ini aytsam, qorong'uda hech nima ko'rinmayapti. Sengachi, Bahora? Mengami? Mening ko'zlarim lochimni ko'ryapti. Yodgorshok lab chetida jilmayib kiyib oldi va qiz bilan birga tashqariga chiqdi. Qish o'tgan, bahor kelgandi, ammo tashqari sovuq va hali bodom gullamagan edi. Yodgorshok qiz bilan birga tahorat olib xonalariga qaytmoqchi bo'lganida Bahora bodomning shoxida kichik gulni ko'rib to'xtab qoldi. Begim, qarang, bahor kelibdi. Yodgorshok qizni gapidan so'ng yoniga burilib qaradi. Chindan ham daraxtda gul bor edi. Bahora sevinib daraxtni kuzatib turdi. Sovuq deb turganding, shamollab qolasan, uyga kir. Yodgorshok qizni xona yoniga olib keldi. Shunda u hovlida akillab tinchimayotgan itning ovozini eshitdi. Bahora, sen xonaga kir, men hozir ortingdan kiraman. Yodgorshok qizni ichkariga kiritib yubordi. O'zi esa nima bo'layotganini ko'rish uchun itni yoniga bordi. Hech kim yo'q edi, ammo it bezovta edi. Yodgorshokni qoshlari chimirildi. It nimadandir qochishga urinardi. Shu payt Yodgorshok oyoqlari ostida qattiq silkinishni sezdi va hayratda qoldi. Qorong'u va zulmat cho'kkanda tunda qattiq yer qimirlashni boshlagandi. Yodgorshok avval bu holat tez o'tib ketadi deb o'yladi, ammo to'xtamagach xavotirga tushdi. Shu vaqtda bolalar uchun ajratilgan xonadan ovoz keldi. Yodgorshok yuragi hovuchlab yig'layotgan qizi ekanini bilib shoshib o'sha xonaga kirdi. Burxon va Farzona bezovta yig'lardi. Yodgorshok qizini ko'rib darhol qo'liga oldi va bo'sh qo'li bilan Burxon o'ralgan matoni qattiq qisib ikki bolani ham uydan tashqariga olib chiqdi. Tashqariga chiqqanda Mirsaidning uyidan shoshib chiqqanini ko'rdi. Mirsaid, bolalarni ol, Bahora uy ichida qolgan, uning yoniga kirishim kerak. Yodgorshok Mirsaid yoniga yugurib borib bolalarni berdi. Mirsaid bolalarni omon ko'rib xursand bo'ldi va hovli o'rtasida turib qoldi. Zilzila sabab devorlar qulashni boshladi. Mirsaid bu ofatni dahshat bilan kuzatardi. Qo'lidagi qizaloq esa baland ovozda yig'lar edi. Uy ichida qolgan Bahora yig'lab o'rnidan tura olmas edi. Ustiga qulab tushgan qadimiy naqshlar bilan bezatilgan katta javon oyog'ini bosib qolgandi. Bahora, Yodgorshok xonaga yugurib kirib, Bahorani yerda yig'lab yotganini ko'rdi. U ayolini yoniga shoshib bordi-da, oyog'ini chiqarishga urindi. Ammo javon juda katta edi. Yodgorshok bor kuchini ishga solib, qattiq harakat bilan javonni ko'tardi. Lekin kirish eshigi tomon tom qulab bo'lgandi. Ular tom hali qulamagan 2 qavatli uyning g'ishlari ustlariga qulashni boshlardi. Yodgorshok najot izladi, ammo hech qanday yo'l yo'q edi. Hamma joy berk. Shunda u qaltirab qo'rqib ketgan ayoli Bahoraga qaradi. La ilaha illalloh. Yodgorshok Bahorani mahkam quchoqlab bag'riga oldi. Sen ham ayt. La ilaha illalloh. Yodgorshok Bahorani yuziga so'nggi bor qaradi. So'nggi sezgani esa kuragiga qattiq jism urilgani bo'ldi. Uning tanasi yerga quladi. Ko'zlari esa Bahorani boshiga tushgan uyning bir bo'lagi sabab qonayotgan bo'ldi. Bahora, Yodgorshok va Bahorani ustiga endi butun uy quladi. Atrof chang bosdi. Bir zumda butun uyni chang qopladi. Chang orasida qolgan Mirsaid hayrat bilan atrofga qaradi. Shu on hamma narsa u uchun to'xtab qolgandek bo'ldi. Qo'lidagi bolalar esa chinqirab yig'lardi. Mirsaid uy ortidan kelgan odamlarni ko'rdi va qo'lidagi bolalarni bir ayolga berdi. O'zi esa yana ortiga qaradi. Yodgorshokdan darak yo'q edi. Yer silkinishdan to'xtagan. Faqat atrofda ko'tarilmagan chang qolgandi. Yodgorshok, Mirsaid buzilgan uylar tomon bordi. Qayerdasan, Yodgorshok? Mirsaid ortidan kelgan yordamchilarga qaradi. Yuragida xavotir bor edi.
bitta joyda turmay, chap tomondagi buzilgan uyni ko'ring. Ularni uy bosib qolgan bo'lishi mumkin. Yigitlar darhol buzilgan uyning ulkan xodalarini asta ko'tarib, Yodgorshah va Bahorani izlardi. Va oxiri bir yigit Mirsaid tomon qaradi. Hojam, bu yerda odam bor ekan. Mirsaid va uning odamlari darhol o'sha joyga keldi va ular jasadlar ustidagi narsalarni olib tashladi. Mirsaid diqqat bilan qaradi. Yodgorshah ayoli Bahorani ushlagancha yotar edi. Ikkisining na nafasi eshitilardi, na ularning yurak urishi. Mirsaid yerga o'tirib qoldi. Yuzidan ko'z yoshi arimas edi. Yodgorshah, meni kechir, men seni olib qolmaganimda hozir bunday bo'lmas edi. Mirsaid yig'lab Yodgorshah tanasi yoniga keldi. Er-xotin yuzida g'am emas, aksincha tabassum bor edi. Mirsaid odamlari Yodgorshahni asta ko'tardi. Bahorani ham ko'tarmoqchi bo'lishganida darhol Mirsaid to'sqinlik qildi. Ayolga tegmang, borib uydan qolgan ayollarni olib keling. Yodgorshah ayolining jasadiga ham erkak qo'li tegmasin. Do'stimning ruhi xotirjam bo'lishini istayman. Odamlari aytganidek qilib ayollarni olib kelishdi va Bahoraning nozik tanasini ko'tardilar. Yodgorshahni ham olib buzilmagan masjid tomon yo'l olishdi. Bu kecha amirlikda juda ko'p xonadonlar vayron bo'lgan edi. Buni sezgan ko'chaga chiqishga ulgurganlar ko'p edi. Ammo afsuski, uyqusida vafot etganlar ham yo'q emas edi. Mirsaid Yodgorshah va uning ayolini janozasi ustida o'zi turdi. Hamma xarajatlarni ko'tardi. Ularning qabrlarini yonma-yon qo'ydirdi. Shu bahor ularning so'nggi nafasini ko'rdi. E'tiboringiz uchun rahmat. So'nggi bahor hikoyasi yakuniga yetdi. Ammo ijodimiz davom etadi. Bizni kuzatib boring. Bundanda qiziqarli hikoyalar hali oldinda. Kanalimizga obuna bo'ling va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.